Men Buxoro shahriga Namangandan kelganman. Namanganda analizlar mazam qochib, davlenam 240-270 ga chiqib, tushmagan. Analizlar topshirganda mochevina kreatin 500 dan oshiq, mochevina 30, 29 chiqqan. Shundan keyin dializ deyishdi doktorlar. Men dializga unnamadim. Xo'jayinim buyrak bermoqchi bo'ldilar. Endi unga tayyorlanib nima qilganimizda Buxoroga kelib, shu Ulug'bek domlani topib, shularga men dam soldirib, ruqya o'qitdim. Allohga shukr, 13 marta o'qitganimda Alloh shifo berib, shu domlani sababchi qilib menga dardlarimga shifo bo'ldi. 13 marta o'qitib uyga ketganimdan keyin menga doktorlar 150 davlena sizga ishchi davlena bo'lib qoladi deyishgandi. Lekin uyga borgandan keyin davlenalarim 110 ga tushdi. Allohga shukr, 1000 martadan shukr. Mochevina kreatinim 9 ga 9 chiqdi, mochevinam kreatinim 120 ga tushdi. Men bu domladan juda minnatdorman. Avvalo Alloh shu domlani sabab qilib meni dardlarimga Alloh shifo berdi. Domlani umrlari uzoq bo'lsin, ilmlari ziyoda bo'lsin. Ey Alloh, bularni hamisha o'zing panohingda asragin. Ko'p bemorlarning dardiga shu domla orqali shifo berishlikni nasib qilgin. Men Allohdan so'rayman, shu domlaning umrlari uzoq bo'lib, oilalarining baxtiga sog' bo'lsinlar, farzandlari ilmli, ziyoli bo'lib, shu domlaning yonlarida bo'lsin hamisha. Ayollarining ham tan joylari sog' bo'lsin.